Ushbu diskleymerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngil ochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Hopa, молодец. Qaranglar, yutuqni berganini ko'rdingizlarmi? Ketma-ket cho'q balansni yutqizsam ham o'zgartirmadim, yutsam ham o'zgartirmadim. Shu bo'lsa ham beryapti biladi, ahviyet. Xo'p, qaranglar endi. Minimalkani tushiramiz. Ana endi 6200 so'm qilamiz. Biza bo'lishiga olib o'tamiz va ikkita bir xil tosh chiqishini kutamiz. Davay. Ikkita bir xil tosh. Qanaqa bo'lsa ham farqi yo'q. Ikkalasi ham bir xil. Mana. Ana endi 508 ga hujumga o'tamiz. 250 mingdan davay. 1 2 3 gap yo'q. Menshi. Hop. Bo'lishiga 2 4 Давай. 51 bo'ldi, stop. Bo'ldi. Hozir ana shunaqada bosib yormaylarga yutqazib qo'yishingiz mumkin. O'sha ko'rizlarimiz strashni bo'lib ketdi. Давай. 6350 so'm qilamiz. Bilan yutqizsak tez, lekin o'sha azart ham yonyapti-da, o'sha bo'lishida yana ikkita bir xil tosh chiqdi. Davay 250 dan 508 koeffitsiyentga hujum. Davay. 1 2 3 yana 1 4 ana endi 2 milliondan 5 6 4 milliondan 7 молодец 63 million so'm. Chotki. Menshi. Hopa, bo'lishi. Молодец 74 million so'm. Bular bir gap aytaymi do'stlar, hozir bu o'yindan chiqmasa, uje ahviyetilni berdi. Hozir bizani azartga tiqib qo'yishi 100% aniq narsa. O'shaning uchun hozir men boshqa o'yinga o'taman, hozir bunda yutqazib qo'yamiz. Bo'ldi, men buni o'ynamayman, sababi shuncha pul berdi. Tamom, endi bu azart yon bo'ldi bunda o'sha. Xo'p, boshqa o'yinga o'tamiz. Qaranglar, scratch kart bosib ko'ramiz. Xo'sh, hop. O'tamiz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bo'lgandan keyin risk qilamiz. 2,5 milliondan qilamiz o'zini ham. Davay. 1 5 million so'm. 2 yana 5 million. 3 da 6 milliondan endi dalish ketdik. 4 5 6 Davay. Hoppa, 87 million ko'rdingizlarmi? Summani pulni men oldin ham aytganman, hozir yana aytaman. Pulni to'g'ri taqsimlab bilish kerak do'stlar. O'shaning uchun pulni taqsimlab bilmasam, bunaqa strategiyalarga, taktikalarga qarab o'ynaganlar befoyda, sababi yutqizib qo'yasizlar. O'shaning uchun pulni asnonoyi to'g'ri taqsimlashni o'rganinglar do'stlar. Xo'p, qaranglar. Yana endi 4580 so'm qilamiz. 1 2 3 4 5 bo'ldi. Xo'p, 2,5 milliondan yana. Hop, davay. 1 2 3 ana endi 5 millionga oshiramiz. 4 5 ana endi max 6 million 400 dan ketdi. Dal endi yutuq berguncha. Xo'sh. Yutuq bermoqchi emas, chota. Hop. 3 milliondan da. Yaxshi. Normalniy bilet. Go'rni labidan qaytmay bilet. 1 2 3 4 5 6 7 9 Davay, maxdan ketdi yana. 1 2 davay, 3 davay, 4 молодец 82 yana o'zini tikladim. 1
2 3 давай, 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 давай. Ох, блядь, онайni emmagur, sukacha. Блядь. Azartga tiqib qo'ydi-yu, блядь, pidaras. Never. Давай, Max, riskka nima bo'lsa bo'lsin. Lekin tavakkal joy qilish kerak, tavakkal. Давай. Yaxshi. Yaxshi. Давай. Опа. Yaxshi. Давай. Давай. Go. 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 Давай. Давай. Yaxshi. Опа, 100 million. 100 million. Bo'ldi, chotki. Gap bo'lishi mumkin emas. Udar, udar. Bira. Ko'ryapsizlarmi? Azart o'zi qanaqa o'ynatib pul olmoqchi bo'ladi. 100 million so'm qildik. Menimcha bo'ldi do'stlar. Endi yutqazib qo'yaman. Ko'ringizlar. Vaqt o'tgan sari qiyinlashib boryapti. Xullas, videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Hammalarga omad. Sog' bo'linglar do'stlar.